Можете рассказать нам небольшую историю об этом замке? Bu qasrning nomi Castello Sforzesco. Bunday atalishining sababi Milanning knyazi Sforzalar oilasi tomonidan bu qasr qurilgan va shu sababli Castello Sforzesco deb sulolaning nomi qoldirilgan. Bu qasr 1360-yilda qurilishi boshlangan va 1999-yilda tugatilgan. Ya'ni 1,5 asr davomida qurilgan tarixga ega. Shu bilan 1860-yilgacha qirollik oilasi tomonidan foydalanishda bo'lgan va 1860-yildan keyin har xil maqsadlarda xuddiki harbiy garnizon sifatida foydalanishga topshirilgan. Va Milanning eng asosiy joylaridan biri. Как я понимаю, это внутренний двор. Можете рассказать подробнее? Bu Castello Sforzesco'ning ikkinchi hovlisi. Bu yerda biz o'rta asrlarda Italyan arxitekturasida an'anaviy Italyan arxitekturasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni uy, binolar hovlini parametri bo'ylab to'rtburchak shaklda